Men shokdaman. Ayol buni 7 yil davomida muntazam ravishda qilib kelgan ekan. Eshitsangiz siz ham hayratda qolasiz. Yaqinda meni qabulimga bir ayol keldilar. Ular 7 yil davomida befarzandlikdan aziyat chekib kelyaptilar, lekin 7 yil davomida birinchi homilam bo'lishdan oldin men obработка bilan tampon ishlatuvdim, homilador bo'ldim, lekin afsuski homilam tushib qoldi. O'shanda shu narsa yordam beruvdi-yu deb har oyi hayz 5-kunidan 15-kunigacha obработка bilan tampon ishlatar ekanlar. Yana tamponda o'sha udumdan qolgan asal bilan qo'y yog'ini aralashtirib ishlatar ekanlar. Naylar tampondan ochilib ketmaydi. Ayolning gormoni tampondan joyiga kelmaydi. Bunaqa vaqtni o'tkazishdan ko'ra shifokorga murojaat qiling. Biz gormoningizni ko'raylik. Balkim bittagina gormonni joyiga tushirsak, siz homilador bo'lasiz. Tampon bilan obработкаlar hech nima bermaydi. Shifokorga murojaat qiling va istalgan homiladorlikni ta'kidlang. Siz ona bo'lishga loyiqsiz. Faqatgina o'z vaqtida shifokorga murojaat qiling.